Bir makkar tulki bir qiyri toshbaqani bo'za qilmoqchi bo'ldi. Qiyri toshbaqining qipi nihoyatda puxta bo'lganlikdan tulki uni qilchilikni zahmlantirolmabdi. Tulki o'zining chilbura, tog'tishar, og'moqon qatorliq bir to'p birodarlarini chaqirib, uningga birlikda taqobil turmoqchi bo'ldi. Bir kuni qiyri toshbaqa egiz bir tog'dan o'tib ketayotganda, sar osmonda turib ko'rib qopdi-da, etilib tushib uni cho'qilashga boshlabdi. Tulki, chilbura, tog'tishar og'moqonlarmi bu ishdan xabar tepib, yugurib kelishib, uningga qo'rshab hujum qildi. Qiyri toshbaqa ularga tang kelolmaydiganligini bilib, butun badanini qattiq ichiga tugib kirgizilib, qaqaqlab kulib turib. "Men ota-bobomdan miros bo'lib kelayotgan savutni kiyib turibdiman. Kim mening bir dolmoyimga tegalaydi ekan?" debdi. Asta-asta maslahatlasak, uningga taqobil turishning amalini cho'qim qilib oladi. Debdi tulki va yana qiyri toshbaqani masxir qilib. "Noji bo'lsang, nimishqa qashmaysan?" debdi. Qiyri toshbaqa kulib turib. "Ustimda savut muhofazat qilib tuz qaytishning nima hojati?" deb javob beribdi. "Hay tog'tishar, qo'ram tashlan teshib o'talaysan. Tez berib toshbaqaning qipini teshib atgina. Tunji qalbi sana mas'ul bo'ladi." debdi tulki. Buni anglab qiyri toshbaqining ko'ngliga qo'rqinish tushibdi. U tog'tisharning yomonligini biladi ekan. Agar u rostila tutish qilib qipini teshib atsa, jon omon qolamdi. Lekin u qasdan o'zini tamkin tutib, yanala qaqaqlab kulib turib. "Ey tog'tishar, o'zingni chog'lamaydigan bo'lsang, qini kelib sinab boqqin. Ustixonlaring sinib, quyruqing uzilganda, ondan ota-bobomdan qolgan soatning qaramtini bilasan?" debdi. Tog'tishar buni anglab qo'rqini shumshib, chaqilashga jur'at qila olmabdi. Makkar tulki bir amal o'ylab chiqibdi. Bu ablaq qipining ichiga tegilib kirib oldi. Biz kutib turaylik. U hamma beshin chiqarib nafas elishga majbur bo'ladi. Beshin chiqargan aman Surbir akamiz uning beshini tishlab o'sib olsin. Qiyri toshbaqa buni anglab teg'imi parakanda bo'pti. Ko'nglida "Agar ular rostila meningdan bir qadam meni yergatmay saqlab tursa, demoqda bo'lib o'lmasammi, ochliqdan, usuzlikdan o'lib qolaman. Put-qo'lim uzun vaqt tugilib turaversa qaytib qoladi" deb o'ylabdi. Biroq u yana intayin tamkilik bilan qaqaqlab kulib turib. "Men 3 oy suv ichmay, 3 yil hech narsa yemay yuralayman. Chidab tura olsanglar, xohlaganni qilinglar. Savutning beshida nafas elish to'shki bor. Ostida 4-7 shamol o'tish to'shki bor. 1000 yil beshimni chiqarmasam o'lmayman. Hey, chilbura, navri chavirlaring butun umri bo'yicha saqlab tursin" debdi. Tulki qo'rqinning ko'zlari chakchib, hamtong bo'lib turib qopdi va yana bir chora o'ylab tepibdi. "Bu qiyri o'g'rini tashning ustiga qo'yib bosqon bilan urib, kukum-talqon qilib etaylik." Qiyri toshbaqa qattiq cho'chib ketibdi. Rasli shundoq bo'lganda qipi kukum-talqon qilinib, badani qiymi-chiymi bo'lib ketadigan ishda. Lekin u yana hodiqmasdan qaqaqlab kulib turib. "Ammang toza hamoqat bir nimlar ekansan. Mening bu ota-bobomdan miros qolgan savutimni qandoqmi tosh va bozg'alar qo'rqita olsin. Sizlarning savutimni choqim izlab kuch bilan urgan bozg'alaring savutim qanqib berib, avval o'zlaringning jinini olarmikin?" debdi. Chilbura buni anglab bidaqatlik bilan jo'qon siran ko'tirib. "Uning bilan ko'p so'zlashishning hojati qolmadi. Uni egiz taqning choqqisiga chiqib pastga aytib o'taylik. Uning qip sunmagan taqdirdimi, men siyirlib o'lsin" debdi. Qiyri toshbaqa ko'nglida qattiq tashvishga tushibdi. Lekin og'zida teg'imi qattiq kulib. "Men Himalaya teg'ining eng egiz cho'qqisidan sakrab tushib, hech nima bo'lmagan tursam, bunchalik past tog'dan qo'rqamdiman" debdi. Sabroz o'rlagan tulki taladini satlashtirib. "O la'nat qiyri ablaq, sen hech nimadan qo'rqmaysan. Xo'p, bu qitim qo'rqmaganingni ko'rib boqaylik. Kelinglar, o'tin devilab, o'tining ustiga may jejib o't qo'yib, uni o'ti o'rdab ko'p qilib yesa qandaq?" deb vaqirabdi. Birodarlarning hammasi barkalla aytishibdi. Qiyri toshbaqa qo'rqindan sovuq targa cho'milibdi.
Biroq u yanıla təmkilik bilan qaqaqlab gülüb durub. Ha. Belli, sizlar bakmı savus sizlar. Toshbaqning suv bilan emas, o't bilan yuyinganligini anglab baxmaganmisizlar? Gulxonni yuyinish nima degan rohatda? Debdi. Tulkan g'azabdan chichangishib ketibdi va qoni yirtilgudek vaqirab. Sho'ri qurg'ur, sen o'tdan qo'rqmaydi ekansan, suvdimi qo'rqmaydi ekansan. Sar, uni tishlab osmonga chiqib daryoning ustiga borganda uni daryoga tashlab etgina. Qiyning uning no'jilqini ko'rib boqayli. Debdi. Qiyri toshbaqa xushalliqidan qinqidag'i patmay ketibdi. Belli, mekkar tulka. Hamoqatligingni qara, buningdimi obdan ish bo'lamdigan. Deb o'ylabdi. Lekin u intayin qo'rqan qiyofat kirib, dir-dir titrab turib. Tulkaga va har qaysi akufkular, mening sizlar bilan qattiq adovatim yo'qtiruqliq. Meni jinimdan judo qilishning nima hojati? Rostili meni daryoga opirib tashlabasanglar, mening bu kalampay qipib meni cho'ktirib yutdi-da, suvga g'arq bo'lib o'lmagandimi, demoqda bo'lib o'lmamdiman. Hey, sizlarda bir qo'shqinimni tilay. Deb yig'lab yoldiribdi. Tulka rosa xush bo'lgan holda uni masxara qilib, "Seningmi qo'rqadigan vaqting bo'ldi ekan-a? Nimaga yig'lab yolvirasan? Endi ko'rib baqsang-chi?" "Ha, qiri ablaq, shuni bilib qo'yginki, bugun senga rahim qilsak, keyin bizga avorchilik topsan." deb tillabdi. Tulka sarg'a qiri toshbaqani tutish buyruqini beribdi. Qiri toshbaqa teg'im qattiq yig'labdi. Tulki bo'lsa kulib teriqib ketibdi. Sar qiyri toshbaqini tishlab osmonga chiqib, bepoyon daryo ig'imining ustiga kelib, suv tez oqadigan joyni tanlab, qiyri toshbaqini irg'itib tashlabdi. Qiyri toshbaqining daryoga tashlanishi o'zining uyiga qaytishi degan gap edi. U suvdan beshin chiqarib, qaqaqlab kulib turib, "Saragamning meni uyimga kelib qo'yganligiga ko'p rahmat. Janobiy makkor tulka, buningdan keyin bilarmalik qilmaslikni tavsiya qilaman." debdi. Do'stlar, qiyri toshbaqa bak aqlli ham botirkan-a? U o'zining aql parasti orqali bilarman tulka va uning do'stlarini toza joyda bopladi. Biz makkor tulkining bilarman, hakavur, boshqalarni bo'zaq qilib o'z xushallik topadigan yomon illatlardan ibrat elib, qiyri toshbaqining tan farosatlikini, botirligini o'zimizga ulgu qilayli bo'lamdi? Men ishinaman, mening omoqlarim Dilala hadisning gapini cho'qim anglaydi ham umidini hargiz yada qo'ymaydi. Kech bo'lib ketibdi, amiz bugun boldir uxlanglar. Tatliq tishlar sizlarga ma'ruf bo'lsin.